yetimni mol mulkiga nisbatan mas'uliyatli bo'lish juda ham muhim. Chunki ba'zi holatlarda yetimlarga otasidan meros qoladi. Yuqorida aytib o'tdik. Dada o'ldi. Undan uy, joy, mashina, mol, qo'y, bir narsalar qoldi. Yanga bilan yoki kelin bilan katta uchastka, zo'r uchastka qilgan. Hozir sotiladigan bo'lsa $200,000 yoki $150,000 uchastka. Endi u yerda o'sha kelin boladan ko'pincha kelishmay yurgan qaynakalar bo'ladi. Ovsinlar kelishmaydi, ovsin orqali qaynakalarni ham ko'ziga kelinlar yomon ko'rinib qolgan bo'ladi. Shu ukasi uchun chidab yurgan bo'ladi-da unga. Keyin birinchi o'rindagi dushman u uchun kelin bo'lib qoladi. Ukamni uyida endi kelinim deydi, nima yashaydimi bir umrga? Bo'ldi, bitta dom olsin, boshqa qism chiqib ketsin deb nechta o'sha dunyodan o'tgan yosh yigitlarni jufti halollari yig'lab, erim o'lgandan keyin hovlidan haydab chiqarib yubordilar meni, ko'chaga qoldim bolalarim bilan. Otamnikiga boray desam, u yerda ham joy yo'q deb yig'lab keladi. Ko'chaga qolyapti. Ana shu 3 ta yetimmi, 4 ta yetimmi ularni zulm bilan yeyotgan o'sha qarindosh bo'lsa ham bu juda ham qornida hattoki olovni yeyotgan bilan barobar bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo oyatda aytayapti, Estaizu billah, Isro surasining 34-oyat. Va la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Yetimni moliga to u voyaga yetguncha yaqinlashmanglar deyapti Alloh. Haliki olish, undan foydalanish, unga yaqinlashma deyapti. Illo chiroyli yo'sinda bo'lsa mayli. Mehr ko'rsatib, jiyanlarim yosh, mana shu endi mol dunyosini boshqara olmaydi. Men buni to voyaga yetgunicha shu mol dunyosini asrab ko'paytirib beraman, otaligimga olaman deb aralashsang mayli, lekin uni o'zlashtirib olishlik uchun, undan tortib olishlik uchun aralashma deyapti. Yaqin ham kelma deyapti. Xayolingga ham ketirma deyapti Alloh taolo. Yana bir oyat karimada innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ana bu oyat undan ham qattiq qo'rqitadigan oyat. Yetimlarni mollarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlariga olov yegan bo'lurlar. Niso surasining 10-oyat. Zulm bilan qon yig'latib, tortib olib yeyapsanmi? Qorningga do'zaxni olovini yeyapsan. Bu oyat bilan. Bu dunyodan o'tasan, bir kun buyurmaydi u narsa. 1-2 bo'lmaydi o'sha yetimni molini yegan, o'sha o'yini tortib oladimi, qo'yini tortib oladimi, borini, pulini tortib oladimi? U 1-2 bo'lmaydi. O'zi ham bir og'ir kasallikka chalinib, hayotga shunday bo'lganlarni, mana yoshi ulug'lar eslab ko'ringlar-da. O'sha yetimni molini yeganlar qaysi zo'r bo'lib ketgan, hech qaysi zo'r bo'la olmaydi. Ya'ni eng achinarlisi Alloh va'da qilyaptiki, qorinlariga olov yegan bo'ladi deyapti. O'sha har bir yetimni luqmasi o'tgani qorniga olov bo'ladi. Shuning uchun azizlar, mana shu yerda turibmiz, falonchi dunyodan o'tibdi, 3 ta yetim bolasi qolibdi desa, o'sha yetim bolalarning haqqidan pishirilgan taomdan yeyishlik bizga halol bo'lmaydi. Qilmaslik kerak o'sha yetimni molidan ajratib. Ukamni shuncha moli qoldi-ku, bitta qo'ydi so'yishga kuchi yetmaydimi xotinini deydiganlar bor-da. Yo'q, unday demaylar qaynakalar. Uka o'lgan bo'lsa, akam o'ldi, mana shuncha moli dunyosi qoldi, yetim bolalari qolgan bo'lsa, yetim bola deb nimaga aytadi? Otasi o'lgan. Shariatda yetim kim desa, voyaga yetmasdan dadasi o'lgan bolani yetim deydi. Voyaga, balog'at yoshiga yetmasdan otani yo'qotgan, boquvchini yo'qotgan, demak, bolani yetim deydi. Ana shuni molidan yeyishlik mumkin emas. Hattoki uni bitta tuzidan ishlatsa ham oyat turibdi.
yetimni mollarini zulm bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlariga olov yegan bo'ladilar deyapti. Demak, yetimga qilingan yaxshilik faqat unga moddiy yordam berish bilan bo'lmaydi, balki uni har jihatdan haqqini himoya qilishlik kerak. Yaxshilik yo'lida bo'lishlik kerak. Yetimni moli uni kelajagi uchun berilgan omonat bo'ladi. Unga xiyonat qilish mumkin emas. Uni muhofaza qilishlik kerak, ko'paytirishlik kerak. Ana shunda savob bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yetimlarga mehribonlik qilib hamisha kafolatlarga olardilar. Imom Buxoriyni At-Tarix al-Kabir kitoblarida keltirilgan Ibn Asokir rivoyat qilgan hadisda, bu hadis Bishr ibn Aqrabadan rivoyat qilinadi. Otam Aqraba deydilar, Bishr aytadilar, Uhud jangida shahid bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni oldimga yig'lab turgan chog'imda yonimdan o'tdilarda, "Ey Habibim, bolajonim, suyukli bolam, seni nima yig'latyapti?" dedilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar, otam dunyodan o'tgan. Shunda aytdilarki menga, "Men seni otang, ana bu Oyisha seni onang bo'lishini rozi bo'lasanmi agar shunday bo'lsa?" dedilar. "Men albatta roziman, ey Allohning rasuli. Otam, onam sizga fido bo'lsin" dedim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga o'zlari otayu jufti halollari Oyisha onamizni ona bo'lishligini taklifini berganlarida Bishr radhiyallohu anhu aytibdilar, "Otam, onam sizga fido bo'lsin. Men juda ham xursandman" dedilar. Bundan ham boshqa yetimlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'p xizmat ko'rsatganliklarini, hattoki yelkalariga ko'tarib ular uchun tuya bo'lib berganliklarini rivoyatlari kelgan. Yetimni ko'nglini olishlik uchun. Yig'lab turgan yetim saylda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonidan o'tdilar. "Nimaga yig'layapsan? Hammani otasi bor. Otalari saylga olib chiqyapti. Men seni otang bo'lsam, xo'p, men roziman." Yetaklab ketayotgandilar. Hammani otasi tuyaga mindiryapti. Meni esa tuyam yo'q deganda Rasululloh, "Men senga tuya bo'lsamchi?" Yelkalariga erkalatib olib oldilar. Qarang, shunchalik yetimni holiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam royiga boryaptilar. Hammani tuyalari avf deyapti. Meni tuyam avf demayapti-ku deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avf degan ekanlar. 3-marotaba avf deyishlariga Jabroil farishta bu rivoyatlarda keladi. O'sha to'xtang yo Rasululloh, agar 3-sini aytsangiz dunyo kuyib ketadi o'zi. Alloh taolo avf deganingizda sizni oilangiz, avf deganingizda ummatingiz shafoatini berdi. Endi avf desangiz butun insoniyatni avf qilib yoradi Alloh taolo. Bu qilgan qilig'ingizdan, mehribonliklaridan tushmagan ekanda haligi yosh bola. Shunda rivoyatlarda keladi, sahobiylardan birlari o'sha 2 donami, 3 dona yong'oqni bergan ekanlar. Bola, mana yong'oqqa almashsanmi tuyangni deganda, xafa qilib tushirmaganlar endi. Ha, mayli degan ekan. Shu 3 ta yong'oqni berganlarida tushib, xursand bo'lib chopib o'ynab ketgan ekan. Keyin kulib orqasidan qarab, "Ha, sen nimani 3 ta yong'oqqa almashganingni bilganingda edi" degan ekanlar-da. Qanaqa narsani 3 ta yong'oqqa almashib yording-a? Payg'ambarday zotdi. U yosh bolada endi, u bilmaydi u. Shu 3 ta yong'oqqa almashib ketgan ekan. Rasulullohni shu uni demak onasidan qutqarib olgan ekanlar. Hech xafa qilmasdan xursand bo'lib 3 ta yong'oqni olib bochalarga qo'shib o'ylanib ketgan ekan. Ana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshgina yetim bo'lsa ham o'zlari yetim bo'lganliklari uchun mehr ko'rsatib ular bilan demak juda chiroyli muomalada bo'lganlar.